Hammaga salom do'stlar. Anchagina vaqtdan keyin yana sizlar bilan birga Dilisi Uralov kanali bo'ladi. Bugun sizlar bilan birga Dilisi 25 da yo'qolib ketgan futbolchilar, ya'ni Dilisi 26 ga kelib yo'q bo'lib ketgan, balkim tushib ketgandir, balkim o'yinchilar umuman yo'q bo'lib ketgandir. Ana o'shanday o'yinchilarni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Va men hozir iloji boricha shunaqangi tushib ketgan yoki yo'q bo'lgan futbolchilar bor akkauntni topib sizlarga shu video qilib bermoqchiman. Xo'sh, albatta bu videoni ko'rishingizdan oldin bitta like va obuna bosib ketamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Bu yerda mana Cristiano Ronaldoning 82 lik kartasidagi bo'lgan va futbolchiga juda ham ozgina qolgan, mana 91 bo'lib turibdi. Keyin esa Rodrigo bilasizlar, 25 da 83 edi, lekin 26 ga kelib 82 bo'lib qolgan. Menimcha bu akkaunt esa 84 plus 1 kuchaygan. Bellingham olingan, shunchaki Salah ham olingan 25 da 86 edi, lekin 26 ga kelib 85 bo'lib qolgan. Bir reytingi tushib qolgan Salah, bilmadim nimaga, balkim yaxshi o'yin olmagandir, shuning uchun tushgan. Bu yerda esa Granit Xhakami, bilmadim, menimcha bu ham tushgan, 83 kartalik bo'lgan 25 da. Keyin esa Rodri ham 26 da tushgan. Keyin esa Kanate ham, Ibrahima Kanate ham 81 reytingli bo'lib qolgan. Grimaldo, keyin esa Arnold afsuski 25 da olishga ulgurmagan, lekin 26 da 82 bo'lib tushgan. Buning ham Alexandro Arnoldning ham reytingi. Xo'sh, endi zaxiradagi futbolchilarda esa Ederson bilasizlar, 26 ga kelib yo'qolib ketdi. 82 lik kartasi 25 da esa bor edi. Keyin esa Lisandro Martinez menimcha 78 bo'lib qolgan. David Alaba ham menimcha yo'qolgan 26 da. Lucas Vazquez ham 26 da yo'qolgan. Luka Modric esa 81 liga olingan, oldinlari esa 84 reytingli bo'lgan. Xo'sh, keyingisi bo'lsa bundan keyingi futbolchiga ham o'tsak bo'ladi. Bundan keyingisi Ilkay Gundogan 80 lik reytingi, u ham yo'qolib qolgan. 26 ga kelib, oldinlari esa 83 bo'lgan, 24 da uning reytingi. Hozir menimcha Galatasarayga o'tdimi, yana to'g'risini bilmayman. Keyingisi esa Antonio Griezmann, 25 da 83 reytingli bo'lgan, lekin 26 ga kelib 82 reytingga tushib qoldi. Keyingisi esa Robert Lewandowski, Barselona safidagi hujumchi bo'lib, Robert Lewandowski ham 26 ga kelib 84 reytingli bo'lib qolgan, lekin 25 da 85 edi. Xo'sh, bu yerda transferda juda ham ajoyib futbolchilar Diaz va Harry Kane turibdi. Xo'sh, bu futbolchilarni ko'rdik. Endi esa bu yerga o'tsak, Shomurodov turibdi. Eldor Shomurodov Romada safida 25 da bo'lgan, lekin hozir Beshikshehirga o'tgandan keyin yo'qolib qoldi Eldor Shomurodov ham. Oldin 69 kartali bo'lgan. Keyin esa Antonio Rudiger, menimcha u ham tushdi. Casemiro ham shunchalik olingan. Inigo esa yo'qoldi 26 ga kelib, oldin 25 da Barselonada o'ynar edi va 80 reytingli o'yinchi edi. Keyingisi esa Diego Jota bilasizlar, yozda vafot etdi va 26 ni tark etdi. Bu juda ham achinarli. Keyingisi esa Teo Hernandez. Teo menimcha shunchaki olingan yoki tushgan. Keyingi esa Kante 80 reytingli bo'lib qolgan. Menimcha bu 25 da olingan, Kante 81 bo'lgan. Xo'sh, endi yana keyingisi esa Andy Cole, bu special player, 25 ning eng oxiridagi special playerlardan bittasi va 83 edi, asli reytingi 86 qilib kuchaytirilgan. Keyin esa Mats Hummels menimcha o'z futbolda faoliyatini tugatdi va futbolni tark etgani uchun 26 da yo'qolib ketgan. Keyingisi esa Angel Di Maria menimcha 26 da yo'q klubga ketdi, yana anig'ini bilmayman, lekin 80 reytingli futbolchi edi va u ham
DLC 26'da yo'q. Benfica'da oldinlari o'ynagan. Keyingisi esa Son Heung-min. Son Heung-min DLC 24 yoki 25 da 84 reytingli edi. Lekin 26 ga kelib 82 reytingga tushib ketdi. Anchagina tushib ketdi. 2 ta reytingga tushib ketgan. Keyingisi esa Joao Cancelo ham DLC 26da saksonlik futbolchi. Undan keyingisi esa Ronald Araujo ham 80 ga tushib qolgan. 81 dan keyingisi esa Marco Asensio DLC 26da yo'qolib ketgan. 78 kartalik o'yinchi edi. Bu ham DLC 25da. Keyingisi esa Robertson. Menimcha Robertson ham 79lik ko'k kartali o'yinchi bo'lib qoldi. Menimcha shunday edi. Ko'k kartali o'yinchi bo'lib qolgan. Keyingisi esa David De Gea ham 79 reytingga tushgan. Oli Watkins ham 79 reytingga tushib qoldi. Ko'k kartali.